Assalomu alaykum gruppamiz opa-singillari, hammanglarga xayrli kun. Shunaqangi chiroyli naborlarimizni sepga nabor qilib qo'ydik. Kачествоsi zo'r ishlangan sochiqlarimiz. Bu sumkachaning ichida 4 ta shtuk banniy, 4 ta shtuk лицевой bo'ladi. Shunaqa tumaloq, необычный sumkachalarda ichidagi sochiqlari ham kачествоsi zo'r ishlangan, materiallar, ustilari, velir ishlari maxroviy bo'ladi. Bu sochig'imiz 4 ta 6 ta shtuk banniy, 6 ta shtuk лицевой bo'ladi. Bular ham jemjuklari otilgan, krujvalari ham tikilgan, toza original sochiqlar. Kачествоsi zo'r ishlangan bu sochiqlarimizni. Mono naborning ichida 2 ta shtuk sauna, 2 ta shtuk banniy, 2 ta shtuk лицевой bor. Bularimiz ham nabor, полностью sepga nabor qilib qo'ydik. Shu sochiqlarimizni kelinchaklarga beradigan, xohlasanglar mana bu sochiqni komplekt salfetka sochig'ini ham qo'shib olsanglar bo'ladi. Bularimizni pachkada 20 ta shtuk chiqadi. Shunaqa sumkachasi ham bor bularni. Xohlasanglar sumka yoki bez sumka olsanglar ham bo'ladi. Yana bir pachka shunaqa serjechka лицевой qo'shib qo'ysanglar, полностью sepga nabor bitadi mana. Kelinchaklarni sepiga shunaqa zo'r naborlar qilib qo'ydik. Bu лицевой sochiqlarimiz ikkala tomoni ham maxroviy, serjechkali bo'ladi. Kачествоsi zo'r ishlangan bularimiz ham. Pachkada 3 xil rassetka 10 ta shtuk bo'ladi.